Alisenni pul olib foydalangan edim. Shunday aytib ketaymi? Men Gulchehra Samatova Alisenni puldan olib foydalangan edim. Sizlarga tavsiya qilaman. Buni foydasini juda yaxshi bildim. Kichik o'g'limda suv chechak toshib, yuzlarida dog' qolgan edi ketgandan keyingi dog'lar. O'sha dog'lar ham 3 kunda paxta bilan surtganimda qoldi. Olganingizga qancha bo'ldi o'zi sizni? Bir haftadan oshdi. O'zingizdagi muammolar. O'zimdagi oshqozon dam bo'lish, gaz chiqarolmaslik, ular quruqdagi og'riqlar, ular ketdi. Yengillashdi, o'sha dam bo'lishlar yo'q. Davleniyalar normallashdi. Asablar, uyqularni yaxshiladi. Alisenni pulni foydasi nihoyatda yaxshi bo'ldi menga. Ayniqsa o'g'limdagi dog'lar ketganiga men ham yuzimga suv tushgan boshladim, jidro'd. Bunisini ham bersam olib ketaveraman yana. Davolavermasam. Endi mana Gulchehraxon, mana shu Alisenni pulni iloji boricha 4 oy to'xtatmay ichsangiz, sizga foydasi kattaroq bo'ladi. Bir oy ichilsa, chunki 4 oyda butun qon yuviladi, даже gepatitni yuvib tashlashi mumkin. Men shu ichimdagi damlar, quruqdagi dam, urashlar qolganiga juda ishonchim oshdi-da. Dam bo'lib chiqarilmasdan juda qiynalardim, quruqlar og'rib. Ichishda ozginadan boshladim. Ozginadan faqat ertalabda, kechqurunda bir ichdim, shu 2 mahal ichdim. Ichib bir hafta davomida ichgan. O'zimda 3-4 kunda bilindi. O'g'limdagi 3 kunda yuzdagi dog' ketishni boshlagandan keyin o'zim ham yuzimga suv tushdi boshladi. O'g'limda 3-4 ta suv chechakdan qolgan dog'i